Tengizga uylaning. Uyingizda bir avtomat kir mashina yo'qmi? O'shanaqa qizga oling. Nimaga desa, uyingizga o jonga kelib undan qilmaydi. Chunki avtomatda kir yurgan qiz sizni uyingizga kelib jonda kir yurmaydi. Shuning uchun dedilar, qizi bor odam dedilar, vaqti soati yetganda shunaqa joyga tushib qolish xavfi bo'ladigan bo'lsa, ataylab avtomat kir mashinani ishlamayapti deb turib, qo'lda ham kir yudirib tursin. Kunda shakar yeydigan bo'lsa, bir 2 kun 3 kun shakar ham olib kelmay tursin debdilar. Har kuni cho'katella yeydigan bo'lsa, birar hafta cho'katella ham nima qilmasdan, aya cho'katella olib kelmayapti, yo shakar olib kelmayapti dadam desa, madadezi puli jichak qochib turibdi hozir desa, sabr qilishni ularni o'rgatish kerak ekanda. Aytgan degan qilib, o xalatenlikka qiladigan bo'lsa, ertaga erdi sho'rita. Lekin bozori chaqqon, suvchi eshiklari uzilmaydi, chunki uyni chiroyli qilib qo'yishgan, keltirib. Har bir onaning orzu havasi. Keyin uyga kelib olib, kir yuvishni ham bilmas ekan, avtomatni ham bilmas ekan, jonda kir yuvmas ekan, palon bo'lmas ekan, piston bo'lmas ekan, deyotganlar ham